Bog'chada yurganda, maktabga bergungacha bolam yaxshi, zo'r, tengqurlardagi fikrlayapti deb yuramiz. Maktabga bergandan keyin Keyin boladan ta'lim berib natijasini olib olishga kelganda ko'p narsa ko'rinib qoladi. Bolam o'qimayapti, yozmayapti, hisob kitobga qiynalyapti degan narsalar bo'lib qoladi. Jismoniy jihatdan bolamiz sog'lom turgandek bo'laveradi, lekin aqliy jihatdan baholaganimizda miyasining yoshi o'ziga nisbatan orqadaligi ma'lum bo'lyapti. Aytilgan ma'lumot yetarli joyigacha o'zini tezligida yetib bormayapti, tushunmayapti. Masalan, A ni o'rgatdi, ha? O'sha A ni ko'zi bilan ko'radi, qulog'i bilan eshitadi, uni anglamasdan qolib ketaveradi. Ertasiga yana A ni so'rasa, shuni yana tushunmasdan turaveradi. Shunday bo'lyapti-da. O'sha nerv o'tkazuvchanlik yo'llarida yaxshilashimiz kerak ekanda. Aqliy jihatdan orqada qolish hech qachon o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Kimdir qarindoshlar quda bo'lib qo'yadi, genetik omil. Qudangiz qarindoshingiz bormi qilib tog'a? Gapni ochig'imi? Dadasi shunaqa edi. Aha. Kimdir shunaqa genetik jihatdan dadasi yoki ayasida yaxshi o'qimagan, intellektual past bo'ladi. Ayasi ham yaxshi o'qiy olmagan, o'zining ayasi ham. Kimdadir homiladorlikda turli xil kasalliklar bo'ladi. Gripp bo'lib qolamiz, suvimiz loyqalanib qoladi, to'lish qiyin bo'ladi. Dori darmondan ham ko'proq, dori darmon yozib beryapmiz. Ko'proq pedagog, psixolog mehnat kerak bo'ladi. Xo'p.